2005-yilning 14-dekabrida Namanganda Abdullayevlar oilasida bir go'dak dunyoga keldi. Shirin uzoq kutilgan o'g'il o'rniga 5-qiz bo'lib tug'ildi. Shunday bo'lsa-da, oilaga katta quvonch va shodlik olib keldi. Oila a'zolari, otasi, onasi, opalari uni dunyoga kelishidan juda ham quvonishdi. Как папа зовут? Бахадыр. Как мама зовут? Боннеге. Сколько тебе лет? Да. 2, да? Голову поднимай. Поднимай голову. Вот. Вот молодец. Вот это О. Это какая буква? Да. Л, да? Men oilada 8 yil davomida kenja farzand bo'lib, erkatoy bo'lganman. Keyin oyim endi kichkina bo'lganim uchun uncha tushunmaganman homilador bo'lgan paytlarini. Lekin Shirin tug'ilishiga yaqin so'raganman, nima u qanaqa deb, keyin yaqinda shunaqa ukalik bo'lasan deyishgan. Endi u paytda o'g'il tug'iladi deb o'ylashgan oyim bilan ham. Keyin men nima keragi bor, men o'zim kichkina bo'lishim kerak, men merosxo'r bo'laman. Endi u tug'ilsa men merosxo'r bo'lmay qolaman deb xafa bo'lib yig'laganman. Endi u paytda tushunchalar boshqacha bo'lgan, kinolarda kenja farzand bo'lsa merosxo'r bo'ladi degan fikrlar bo'lgan. Necha yosh bo'ldingiz, Shirin? 3 yosh bo'ldi. Shirin tug'ilgandan keyin boshida bo'lgan rashq, ota-onaning mehriga, erkinlikka, kenjatoy bo'lish, o'zini o'rnini kimgadir bo'shatib berish qiyin bo'lgan. Lekin vaqt o'tgani sayin mana oilali bo'ldik. Ancha masalan Shirin bilan ko'p baribir xotiralar bor. Keyin tushunib yetdim, qanchalik oilada opa-singillar, aka-ukalar ko'p bo'lsa, shunchalik zo'r ekan. Bu eng bebaho boylik ekan. Shirin tantana guruhiga 4 yoshida kelgan. Uni qabul qilganimizda onalar kuni deb olib kelganlar. O'shanda o'zini pishiqqinaligi bilan, jozibadorligi bilan, tiyrekligi bilan ajralib turgan. Bilasizmi, shu yoshida bo'lsa ham biz she'rlar so'raymiz, qo'shiqlar so'raymiz. Chiroyli qo'shiq kuylab bergan, eshitish qobiliyatlarini tekshirganmiz va she'r aytib bergin deganda Erkin Vohidovni O'zbegim she'rini aytib bergan. Kichkinagina 4 yoshli qiz she'rni boshidan oxirigacha aytib bergan va bizani juda ham lol qoldirgan. Yurtim senga she'r bitim bugun, quyoshingni topmadim aslo. Shoirlar bor o'z yurtim bitim, olam aro atagan tanho. Ular she'ri ushdi ko'proq, qanotidagi bir diyori, bir o'lka bor dunyoda biroq. Bitilmagan doston bir bori, faqat ojiz qalamam manam, O'zbekiston vatanim manam. Uni qayerga olib borsak ham hamma ustozlari bu qanaqa bu qiz shunaqa tez ilib olyapti derdi. Raqsga olib borsam, raqsda xuddi shu gapni eshitardim. Bundan bir 5-6 yil oldin adasi men bu xorazmliklarni qayroq toshi bo'ladi, shaqqallatib o'ynaydi. Bu nimaga kerak? Xorazmcha raqs tushyapti, xorazmcha qo'shiq aytyapti. Nimaga endi qayroqni o'rganmaslik kerak, qayroqqa ham berishimiz kerak ekan deb adasi bilan maslahatlashib, qayroqni o'rgatadigan ustoziga olib bordilar. Ismlari hozir yodlolmayapman, eslolmayapman. Shuni bir kunda o'sha o'rganib oldida. Buni 5 kun, 6 marta, 5-6 marta kelgandan keyin o'rganadi hamma. Buni bir pasda o'rganib oldi qizingiz deb adasiga o'sha ustozlari o'zlari aytib, hayron qolib, ta'kidlab aytganlar. Juda ham tez olar ekan deb. Keyin uyga borib bir hafta shiqqilatib yurdi. O'sha o'rganib oldi. Bemalol konkurslarga borsa qilib bera oladigan darajada. Balon o'qiydi. Rosa wunderkid qiz edi. Kenja farzand bo'lgani uchun unga e'tibor ham boshqacha bo'lganda, o'g'il bolaga qaragandek qarashgan. Chunki dadalari, ayalari o'g'il deb umid qilganda, qarasaki qiz tug'ilib qolgan. O'shanda ham unga qandaydir boshqacha mehr berishganmi? O'sha mehrni u bilardi-da.
o'sha ota-ona tomonidan, atrofdagilardan kelayotgan mehrni sezardi. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and spitting me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and tell me. Chamasi 1,5 yosh edi, Toshkentga endi ko'chib kelgan paytlarimiz. Yoshligidan juda aqlli qiz bo'lganda. Men o'zimni bolalarim bilan olib solishtiraman-da ko'pincha. Katta farq bor. 1,5 yoshida o'qishi bilardi, harflarni o'qish bilardi, yozardi harflarni. 3 yoshida, 4 yoshida karrani o'rgangan edi. Va shu 1,5 yoshda ko'chib kelganimizda videoga olganmiz. Gulbahor opam videoga olishni juda yaxshi ko'rardilar, videorolik. Shirinni endi har xil shu qilayotgan ishlarini videoga olganlar. Press qilgan, o'tirib, отжимание qilgan, harflarni aytib bergan, inglizcha qanaqadir so'zlarni aytib bergan, inglizcha gapirardi. Balki o'zbek kichigi bo'lsang degan bizda ibora bor-ku, nima ish bo'lsa Shirinni yugurtardik, tur uni qilib ket, tur buni qilib ket, deb ba'zida xafa bo'lib qolardi, nimaga menga aytaverasizlar deb, lekin baribir qilardi o'shani aytgan ishlarimizni. Nimadir topshiriq bersak, urishsak to'g'ri qabul qilardi. Umuman opalarga o'xshamasdi u. Onamga ko'proq o'xshardi. Ya'ni hech kimni xafa qilmasdi u. Ming qattiq urishsangiz ham qattiq gapirmagan hech kimga. Qara bulutlarni tog' ustidan suzib ketyapti. Ko'rdingmi? Qani ketdik bo'lmasa, yur. Men senga aytdim-ku, hammasi zo'r bo'ladi deb ketdik. Yur. Biza bilan ko'rishganda ham ota-onalarimiz muncha tarbiyali qiz, muncha chiroyli qiz, tarbiyasi keladi, havasi keladi, meni qizim ham deyishardi. Tantanadan chiqqanda shu qizga o'xshasin, shunaqa qiz bo'ladi, deyishardi. Hatto Uspenkada o'qiganda ham bizadan borganini bilishardi-da. Juda ham yaxshi qiz deb orqasidan faqat yaxshi gaplashishardik. Darsga kelib, darsda ustoz bo'lsam, eshikka chiqqanimizdan keyin Hurriyat opa edimda unga. Hurriyat opa deb yurardi. Ana shu Uspenskiy maktabga kelganda ham konsertlarga olib chiqib, o'sha sinf konserti qilganlarimizda qo'shiqlarda aytib, ona yurtim to'g'risida, bolalik to'g'risida qo'shiq, vatan to'g'risidagi qo'shiqlarni aylagach mana Navoiy g'azali bilan shunaqangi chiroyli qilib aytardi, haligi o'zini katta sahnada turgan haligi xalq artistlaridek qilib, qo'llarini mamlaqa qilib aytardi. Uyalish, bir xijolat bo'lish degan narsa bo'lmagan. Daryo buloqni, yaqin yiroqni, avaylab yashaylik, qadrin bilaylik. Onam o'rgatgan ilk so'z bu vatan, shu sabab aziz u menga hammadan. Bahodir aka farzandidagi o'zlashtira olish qobiliyatini kuzata turib, uni Xitoydagi insonning ruh va jismoniy holatini tarbiya qilishga ko'maklashadigan Shaolin maktabiga yetaklab olib bordi. Butun dunyo bilsin, shu O'zbekistonning qizlari ham shunaqa baquvvat, shunaqa talantli, qo'lidan hamma narsa keladiganini dunyo bilishini xohlayman. Shuning uchun qizimni Shaolinda birinchi o'zbek qizi bo'lgan bo'lishi kerak. Xitoy bolalariga qo'shilib shu Shaolinni hamma mashqlarni bajara olishini ko'rsatib qo'yishimiz. O'zbek qizlari ham hech qaysi dunyoning qizlaridan kam emasligini ko'rsatish kerak. Hamma narsani juda tez ilib olardi, juda ham tez. Uni mana hozir mashhur xonanda, aktrisa deb e'tirof qilib aytishyapti, ko'pchilik eslaganlar. Men
bir Allohdan berilgan nima deydi, bir qandaydir mo'jizaviy iqtidor egasi deb ta'riflardim. По минутам осыпается ожидание невозможного. Ранним утром просыпается от движения неосторожного. Как молчание ледяной зимы нас закутало неизвестностью. Здесь так долго друг друга искали мы. Shirin bir qator filmlarda katta va kichik rollarni ijro etgan. U nafaqat O'zbekistonda, balki Rossiya kinofilmlarida ham muvaffaqiyatli ishtiroki bilan ko'pchilikning nazariga tushgan. Shu bilan birga Sochi va Rossiyadagi ko'rik tanlovlarda ham o'z iqtidorini namoyon eta olgan. Mana shu ko'rik tanlovlardan biri Senzorsan deb nomlanadi. Shirin Rossiyada ham o'zining shirin nolasi va aktyorlik mahorati bilan sanoqsiz qalblarni zabt eta oldi. Shirin niyatlari juda ham katta edi-da. Men shu O'zbekistonni dunyoga tanitilishda o'zimni munosib qilsam, qo'shishim kerak deb gapirardi. Unga hech kim o'rgatmasdi. O'zi shunaqa edi, shunaqa qiz edi. Mana shu Xitoyda sho's tadbiri bo'lganda ham 8 ta davlat elchilari qatnashdi. Shu hamma davlatning tilida qo'shiq aytib berdi. O'sha yerda elchilar ham qoyil qolishdi. Bu shu tilni bilasizmi deb. Va haqiqatan Xitoy tilini, ingliz tilini, rus tilini, o'zbek tilini mukammal bilgan bilan, masalan, boshqa tillarni uncha darajada mukammal bilmaydi-yu, lekin o'shalarni tilida ham qo'shiq aytib ularni lol qoldirdi-da, juda ham xursand bo'lishdi. Закрываю, запаносмеян, мархамеросмеян, запаносмеян. Shirin Abdullayeva Xitoyda ta'lim olish jarayonida mahalliy telekanallarda ham sof Xitoy tilida gapirib, bir qator dasturlarda ishtirok etdi. 敦煌天空的沙砾，带着我们的记忆。我从大陆看回去，这情关慢慢好玩具，梦想穿过了蜥蜴，包含了多少的禅意？爱情像一本游记，我会找寻它的谜看。 U Xitoy tilida nafaqat sof va ravon gapira olardi, balki o'sha tilda dillarni titrata oladigan darajada qo'shiq ham kuylay olardi. 我不想谈恋爱，请你快走开。我是清华大学武术协会双截棍社团施玲，参加龙运杯第12届山东省高校双截棍。 Turmushga chiqqunimcha, opalarim turmushga chiqqandan keyin uyda ikkovimiz qolganmiz. Shirin, men, kenjamiz bilan. Men ko'pincha safarda yurardim ishda. Sirdaryoda, Gulistonda zavodlarga bir hafta 5-6 kunlab ketardim-da. Endi Shirinni eng yaxshi ko'rgan narsasi meni garderobimni saralash edi. Yo'qligimda mazza qilib kiyimlarimni kiyib, oyoq kiyimlarimni kiyardi. Endi u paytda menni bitta odatim bor, xarakterimda ideallik bo'lishini yaxshi ko'raman. Ya'ni kiyimlarim toza, tayyor turishi kerak, dazmollangan, oyoq kiyimim toza, yangi bo'lib turishi kerak. Uni kiyganidan emas, ko'proq Shirinda endi shunaqa odat bor edi, kiyib turib shu bo'yicha tashlab ketib borardi. Keyin men o'sha narsani kiyaman deganimda, o'sha yana men vaqtim bo'lmay qoladi, qat'iqdir shoshayotgan bo'laman, keyin jahlim chiqib urishardim. Shirin, bunaqa bo'lmagan, ertaga sen hayotda ham bu narsa o'zingga pand beradi. Hamma narsang doim tayyor turishi kerak. Nima xohlasang ham kiygin, lekin yana tayyor qilib qo'ying deb urishardim. O'zbek nomini
dunyo arenalarida g'urur ila ko'ksida ko'tarib yurgan vatandoshlarimizdan biri endi oramizda yo'q. Shirin Abdullayevaning qisqa ammo mazmunli hayotga man safarda bo'lganman. Ertalab yozdim, Shirin yaxshimisan deb, yakshanba kuni edi. Nimagadir javob yozmadi. Xavotir oldim. Onasiga aytdim, qarachi Shirin nimaga u javob bermayapti deb. Yakshanba-da. Yo'q, uxlayapti, kechqurun boshi og'riyotdi deb aytdi. Ko'ngli ayniyapti, otravlение bo'lib qolibdi. Ya qaragin dedim. O'sha kuni men uchib kelishim kerak O'zbekistonga. Aeroportga kelyapman, yuragim hovliqib ketyapti, diqqat bo'lib ketyapman. Javob yo'q. Bir payt shu samolyotga chiqadigan paytimda biz kasalxonadamiz, reanimatsiyaga tushib qoldi Shirin deb javob berdi. Men samolyotda qanday uchib kelganimni ham bilganim yo'q. Ko'proq unga mehr bermaganimdan afsuslanaman. Oxirgi oylada, oxirgi haftalarda o'zimni oilaviy tashvishlarim bilan, ishim bilan ko'proq band bo'lganman-da, to'g'risi. Va oldin masalan solishtirsam, o'tgan yili boshqa betob bo'lganda, bir tashvishi bo'lganda menga albatta chiqardi-da, opa mana shunaqa bo'lyapti, mazam qochyapti yo boshim og'riyapti deb albatta menga aytardi. Shu nimaga menga aytmadi oxirgi paytlarda yoki men e'tiborsizlik qildimmi degan savollar baribir juda qiynaydi odamni. Endi menimcha opam o'zlarining tashvishlari yetarli, ishlari ko'p, bolalari bor, 3 ta bolasi bor, bezovta qilmay deb menimcha shu joyda ham singlim meni o'ylaganda, bo'lmasa balki aytardi shu mazasi bo'lmayotganligini. Bir kun oldin ko'rishganmiz shu komaga tushib qolishidan. Soppa sog'lom odam edi, hech qachon bilintirmagan u og'rig'i boshqasi. Birga o'qishdan chiqdik, birga ovqatlanishga kirdik. Haligacha o'ta jileyo, osh yegim keldi. Men osh yomon ko'raman. Yema shu oshni dedim, osh yegim keldi. Yo'q, men osh yegim kelmayapti deb turetskiy kuxnyadan ovqatlandik. Keyin safar yeymiz oshni, lekin hozir men osh yegim kelmayapti-ki. Uf dedi-da, shu turetskiy kuxnyadan ovqatlandik. Ketdik. Men har safar xayrlashayotganda ehtiyot bo'lgan. Allohga omonatsan. Quchoqlayman. Qachon ko'rishamiz dedi. Keyin planlaringni o'ylab yozaversan, uni уже zabiti grafik har doim. Zabiti bo'lganiga balki yozisharmiz dedim. Bu bo'ldi. Undan keyingi kun shu quyonchasi o'lib qolgan edi. Yig'lab unga tashladi. Mayli, yig'lama, siqilma, boshqasini olamiz degan edim. Shu ertasi kuni o'zi komaga tushib qolganini bildim. Shu 14-da tadbir bo'ldi. O'zi tadbir kuni ahvoli yomonlashishni boshlagan ekan. Birinchi ro'yxatdan o'tish bo'ladi. Ro'yxatdan o'tayotgan paytim qizlar alohida o'zimiz Telegramda gruppamiz bor. U yoqda oyim yo'qlar, ba'zi bir haligi xavotirli masalani o'sha yerda gaplashamiz deb alohida ochdik. Oyimni nima qilib siqib qo'ymaslik uchun. Keyin gruppada qizlar yozishdi. Cho'ta Shirinni mazasi bo'lmayapti deb opalarim o'sha yerda edi. Ahvoli og'irlashyapti deb. Keyin men ko'nglimga tadbir sig'madida chiqib ketdim. Ro'yxatdan o'tmadim. Kasalxonaga bordim. Kasalxonaga borgunimcha ahvoli yaxshilandi dedilar-da. Adam yo'q, borsan qatnashgan davlat rahbar bekorga ko'rishmaydilar yoshlar bilan. Xavotirman, sening yaxshi dedilar-da. Bor dedilar. Keyin tadbirga kirganimdan keyin, shu yakunlangandan keyin shu davlatimiz rahbari bilan prezidentimiz bilan ozgina qisqacha suhbat bo'ldi, Shirin haqida so'radilar. O'sha paytda o'zimni ko'z yoshimni tutib tura olmadim, chunki ayni ahvol og'irlashgan payt edi va men bilmasdim. Prezident bilan suhbatlashib turgan paytim Shirin qanaqa ahvoldaligini. Yaxshilanib ketdimi yo nimadir bo'ldimi? Ichimda juda ko'p nima deydi, qayg'urish bor edi. Keyin davlat rahbari bilan suhbat paytida yig'lab bordim, o'zimni tutib tura olmadim. Ular meni bag'rlariga bosib, Shirin yaxshi bo'lib ketadi, uydagilarga nima qilib dalda bering deb turib,
judayam kuchli bir nima deydi поддержка berdilar, e'tibor bo'ldi. Tadbirdan chiqib shoshib yana kasalxonaga bordim. Borsam ahvoli yaxshi ekan, juda bir haligi ko'nglim taskin topdi. Keyin yoniga o'tirib, qo'lidan ushlab, eshityapti baribir deb aytib berdim bo'lgan holatni, xursand bo'ladi deb. Shunaqa prezident sani o'zlari so'radilar, eshitibdilar holatingni. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketasan. Qara, hatto yurtboshi sani haqqingga duo qilyaptilar, san haqingda o'ylayaptilar deb gapirib berdim. Telegramda haligacha yozib kelaman, videolar tashirdim. Shirin qo'rqitib olsam, sen hech qachon kimdir qiynalishini xohlamagansan, biz уже qiynalib ketyapmiz, qo'rqitib olsam. Men senga har kuni sostoyaning haqida aytib boraman, chunki sen ko'madasan, hozir senda nima bo'layotganini bilmaysan. Hali uyg'onasam, ko'rasan deb shuncha menda yig'latib olsam, bizani hali kulasan, yig'lasam turardi-da, yig'lavermagan deb. Hali ko'rib shuncha yig'ladinglarmi deb xafa ham bo'lasan. Unaqa bizani qo'rqitma, tura qo'ying, har kun tashirdim. Orada yuragi to'xtab qolgan holati bo'ldi. Shunaqa yig'ladim, kechasi bilan o'sha operatsiya bo'langanida kechasi bilan duo qilib, hamma o'zi duo dedi. Ertasiga yurak urib ketganini bilib, anchani ko'nglimga xotirjamlik bo'ldi. Hammani bekorga emas, eshityapsan, harakat qilyapsan, endi oxirigacha kurashasan. Bir o'limdan qaytdim, endi oxirigacha qaytadi. O'n 13 kun komada bo'lsa, 13 kun uxlamay qo'lini ushlab ustida Xudodan so'rab o'tirdik. Boshqa davlatlardan ham keldi. O'sha eng dunyoni shu sohadagi eng ilg'or mutaxassislari keldi hammasi. Olib ketishga ham tayyor bo'lishdi, lekin shuni imkoni bo'lmadi. Shu Allohim shunga yo'l bermadi. Alloh o'ziga kerak ekanda endi qizimiz. Keyin buni tushunib yetdik, chunki biz buni saqlab qolish uchun hamma narsaga tayyor edik. Lekin Alloh oldida hammamiz ojizmiz. Kutilmaganda bir qanaqadir voqealar bo'lib ketar ekanda, sen nimanidir reja qilasan-ku, lekin hayot umuman boshqa narsa ekanda, boshqa narsa ekan. Umuman kutmagan, xayolingga kelmagan narsalar bo'lib ketar ekan. Shu narsani tushundim. Shunda vaqtni ham kerak bo'lsa, yaqin atrofdagi insonlarni ham qadriga ko'proq yetish kerak ekan deb o'ylab qoldim. Shirin bilan bundan shu kasal bo'lishidan 2 haftalar taxminan oldin gaplashgandik. Men ham qo'shiq aytishni yaxshi ko'raman-da. Shirin, meni ham qo'shiqlarimni yozib bergin, qo'shiq aytgim kelyapti, singlim desam. Bo'ldi, Guljamol opa keling dedi. Shunaqa erkalanib, bir chiroyli gapirardi-da. Keling, davaychi Guljamol opa, birorta yakshanba kuni tanlang, mana shu studiyada yozamiz degandi. Lekin men o'sha o'zim ishlarim bilan, tashvishlarim bilan bo'lib tashlab qo'ydim shu narsani. Rosa afsuslandim. Nimanidir reja qildingmi, vaqtida qilish kerak ekan. O'sha har bitta daqiqa, har bitta soat g'animat. Shu narsani bildim. O'sha 15-fevral kuni kasalxonada ustida turdik, oyim, men, opalarim. Aynan shu reanimatsiyada yuragi sekinlashishni boshlagan paytda butun reanimatsiya bo'limidagi shu hamshiralar, vrachlar kelib navbati bilan har xil muolajalar qilishdi, har xil harakat qilishdi. Oxiri lekin ilojsizlikdan tushuntirishdi, endi to'g'ri tushuninglar, hozir bemor ham qiynaymiz deb apparatlarni o'chirishga tushganida ko'z o'ngimdan juda ham ko'p narsalar o'tdi. Shirin bilan bo'lgan yaxshi xotiralar. To'g'ri, bir tarafdan joni uzilyapti-yu, lekin ko'nglini ko'tarishga, ertaga u dunyoda bizni ko'rib xursand bo'lishini xohlab ham faqat yaxshi narsalarni eslashga harakat qildim. Oddiygina narsa olib bersa ham beg'ubor bo'lib juda ham xursand bo'lishlari. O'sha kiyimimni kiyib ketaverar dedim. Ba'zilarda o'ziga haligi yaxshi brendovый kiyimlarni, krossovkalarni olib bersam juda ham xursand bo'lardi, o'shalarni kiyib yurardi. Yokida o'zimni qaysidir kiyimim unga yoqib qolsa berganimda xursand bo'lib olishi. Aslida biz uchun arzimagan narsadek tuyuladi, lekin u juda ham beg'ubor edi. Oxirgi daqiqagacha qo'ldan kelgan hamma narsani qildik-da. Duo qildik. Iloji mumkin bo'lgan narsa, qilish mumkin bo'lgan hamma narsani qildik qo'limizdan kelganda, lekin oxiri baribir 15-fevral kuni
shu imkoni bo'lmadi. Og'irlashib, ahvoli yomonlashib boraverdi. Turganida o'ziga yuzma-yuz aytmoqchi edim shu narsani, o'zi bilan suhbat qilib, ko'p ichimda qolib ketgan narsalarni aytib beraman deb niyat qilgandim. Menimcha hammamiz oilaviy o'zi shu narsa afsuslar bilan kutdik Shirinni uyg'onishini, lekin taqdir ekan. Ertasi kuni barib xayrlashishimizga to'g'ri keldi. Dadam keldilar. Bo'ling tezroq eshikni oching. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum dadajon. Ma. Xolamga kirib qo'y. Aziza. Labbi, Buving bilan buving kelishmadimi hali? hozir kelib qolishsa kerak dadi. Tayyorgarlik qilyapsanmi? Ha. Bo'pti, bor opangga qara. Xo'p. Bog'chaga yaxshi borib keldingmi? Birinchidan men mitivoy emasman. Oddiga to'ldim. Axir o'zingiz aytdingiz-ku, bu yil maktabga chiqasan deb. Albatta chiqasan o'zimman. Asalim, qanaqasidan qilib beray? Endi avvalambor men bunaqa sinovni dushmanimga ham ravo ko'rmayman. To'g'risi bu narsa biz uchun, ayniqsa ota-ona uchun, ayolim bilan biz uchun juda ham og'ir sinov bo'ldi. Juda ham og'ir musibat. Bundan og'iri menimcha bo'lmasa kerak hayotda. Ota-ona uchun eng yaxshi ko'rgan, eng kenja farzandini yo'qotish, umuman farzandni yo'qotish bu ota-ona uchun bitmaydigan yara deb hisoblayman-da. Men o'zimda ko'rib, men bu narsani yana bir bor shuni ishonch hosil qildim. Ota-onadan ko'p farzandga qayg'uradigan inson bo'lmasa kerak. Mana biz shu ziyoratga ketib Saudiyaga mana yaqin 1 oy deganda keldik. Har kuni Allohdan faqat shu bunga so'roq-javoblarni oson qilib, shu joylarni jannatda bo'lishini, biz mingdan ming roziligimizni Allohga aytib, Allohdan so'radik-da. To'g'risi. Lekin bu ham bitta juda ham kuchli sinov ekan. Shunaqa kutilmaganda soppa-sog' yurgan odam, yoningizda kulib yurgan odam birdaniga shunaqa ahvolga tushib qolsa, qo'lingizdan hech narsa kelmasa, hamma narsani qilishga tayyorsiz, lekin foydasi yo'q. Iloji yo'q, baribir bu narsa bilan ko'nikamiz, yashaymiz shu narsa bilan. Bu yog'iga harakat qilamiz, yana ham ko'proq ota-onamizni qadriga yetishga, hozirgi hayot bo'lgan insonlarning qadriga yetishga va ko'proq Shirinni xursand qiladigan ishlarni qilishga. Hayvonlarni juda yaxshi ko'rardi. Keyin qo'li ochiq edi juda ham. Xayriya qilishni yaxshi ko'rardi. Imkon darajasida, hali o'zi juda mustaqil darajada bir bemalol ishlab ketmagandi, chunki hali o'qirdi, lekin imkon darajasida hatto o'sha qo'lida nima bo'lsa o'sha narsani berishga tayyor edi. Shuning uchun hozir ham harakat qilaman, iloji boricha Shirinni nomidan nima xayriya qilish imkoni bo'lsa, aynan Shirinni nomidan qilishga. Chunki men aminman, agar Shirin hayot bo'lganida undan ham ko'pini qilardi, agar shu imkoniyatlari bo'lganida, agar shu vaqtimga berilganida. Shirinni vafoti juda ko'p saboqlar berdi. Juda ko'p narsani oldim o'zimga. O'ylashga majbur bo'ldim. Shunga olib keldi desa ham bo'ladi. Oldingizdagi odam har daqiqa g'animat ekan, qarshingizdagi inson. Hammamiz bandamiz, hamma Alloh yaratgan bandasi. Xato qilamiz yoki bir yaxshi ishlar qilamiz. Nima bo'lganda ham bir-birimizga mehrli bo'lish kerak ekan, bir-birimizga qadrimizga yetish kerak ekan. Farzandlarim oldin endi duo qilaman, boshqa qilardim. Lekin yana ham ko'proq mehr ko'rsatishim kerak ekan. Har bittasi g'animat bo'lishi mumkin ekan. Buni faqat Alloh biladi. Haligacha ham hozir singlimni xuddi shu yerda turibdi. Uzoq bir safarga ketdi. U barib qaytib keladi yonimizga. U o'lmagan degan fikr borda. Shuning uchun qaniydi hozir hayotda shunaqa imkoniyat bersa, Xudoyim qaniydi shunaqa imkoniyat bersaki, bir qanaqadir
devor bo'lsa-da shunaqa teshik bo'lsa, o'sha teshikdan hattoki borib Shirinni ko'rib, yaxshimisan, yaxshi yuribsanmi o'sha yerda deyish imkoniyati bo'lsa deb orzu qilaman. Telegramdan har kun yozaman haligacha. Shu komaga tushgan kunidan boshlab ichimdagi mana shu gaplarimni endi o'rganib qolganman. 13 yil ichida biz har kuni gaplashib kelganmiz. Nima bo'lsa bizda yaxshi yengillikmi, yomon yengillikmi, uxlaymizmi, turamizmi, hamma narsa bo'lgan. Har doim bir-birimizda na связи bo'lganmiz. Haligacha yozaman Shiringa. Har kuni bir qo'shig'ini eshitamiz yo bir kishi telefon qilib hol ahvol so'rasa, ikkalamiz bir-birimizga qarab yig'laymiz. To'xtata olmaymiz. O'zi kelaveradi-da. Endi farzandlarimga bo'lgan munosabatim to'g'risi o'zgardi yanada. Ancha oldingidan ham ko'ra e'tiborliroq bo'lib qoldim. Ko'proq shu salomatlikka qarashi, ishdan ham ko'ra sog'lig'iga qarashi. Keyin bundan keyin yanada kuchli bo'lish kerakligini uqtira boshladim hozir. Chunki mana Shirin hozir ko'rib turibdi, opalarim nima qilarkin deb. Xuddi bizga bundan keyingi hayotinglarda bir-biringlarni qadringlarga ko'proq yetinglar. Ish, boshqa oila tashvishlari ham bo'ladi, lekin bir-birini qadriga ko'proq yetish kerakligini xuddi bir eslatib ketgandek bo'ldi. Sen unga mana shu gapni aytmagan ekanman degan gaplaringiz bo'ldimi? Uyda hamda yuramanda qulog'im oldida o'sha gaplari, o'sha harakatlari, o'sha o'zini tutish manzaralari. Bozorga borsam, bozorda ham ko'pincha doim yonimda yurganda, hammasi ko'zim oldida aylanaveryapti-da. Oshxonaga kirsam, oshxonada. Doimiy birga bo'lganimiz uchun endi so'z bilan ta'riflab, uni birma-bir eslab uni tugatish iloji yo'q. Ko'zim oldidan o'sha kino lentada tezlik bilan o'tadi. Yo'qliging bilinadi deb aytib yig'lab olaman yana. Yig'lamang deb dalda berishadi. Yig'lamaslikka harakat qilganim bilan baribir iloji yo'q narsa ekanda, u ona uchun ayniqsa. Bir kuni tushimda ko'rdim, hech tushimga kirmayotgandi. Keyin opalarim tushiga kiradi. Bir joyda o'tda ham yig'layapman-da, Shiringa qarab yig'lasam oldimga kelib, mani qo'limni ham qo'ydi, o'zinikini ham qo'ydi-da, mana shu timga bosib qo'yadi. Yengil oyijon. Yig'lamang deb jilmayib qarayapti-da. Juda ko'p mana birga yuramiz. Men shoshiltirardim. Qizim, "Davay tezroq bo'l, kech qolyapmiz" deb tergasam, asabiylashmang. Shunaqa xotirjamlik bilan, xotirjamligingni qara, qanaqa qilib asabiylashmayman desam, "Yo'q, oyijon" deydi. Yana bir pas, bir yarim soat o'tgan ekan, hamma ish o'rniga tushgan ekan, mana ko'rdingizmi? Asabiylashmasangiz ham bo'ladi, shu narsa asabiylashsangiz ham bo'ladi. Bo'ldi-ku mana. Shunaqa o'zini xotirjam tutardi, shu narsa menga saboq bo'ldi-da. Hamma narsani bosiqlik bilan o'ylab, og'irlik bilan qilsa bo'ladigan ish ekanda. Unaqa qilib diqqat bo'lib, hovliqib, asablaringizni egallashga arzimas ekan hayot. Onajon, qaniydi hozir shunaqa imkoniyat bo'lsa, qo'limdan kelsa qaniydi men sizni olib borib, singlimni siz bilan yuzlashtirib kelsam, diydor ko'rishib. Mayli bir biz quchoqlashmaylik, mayli u bilan biz birga yurmaylik. O'sha darchadan biz uni ko'rib tursak, uni tabassumini ko'rib, dildan bir suhbatlashsak bo'ldiydi, qaniydi. Agar uni hozir shu yerda hozir ko'rib qolganimda to'g'risi mahkam quchoqlab, bag'rimga bosib, o'pib, "Sen juda ham sog'indim" degan bo'lardim. Shirin, sen yo'qsan. Lekin men biz ikkalamiz uchun qilgan niyatlarimiz uchun, maqsadlarimiz uchun harakat qilyapman, yashash davom etyapman. Qiyin, sensiz juda ham qiyin.
o'zingga o'rgatib ketding. Bunaqa xafa bo'lib yig'lab yurishimni xohlamaysan. Juda ham so'qin, o'rning juda ham bilinadi. Bizning yoshlik yashlagan bahor, dilda mehr ko'rish baxti bor. Sodiq farzand bo'lish ixtiyor, vaqtli davron uchun tashakkur. Oydin to'ylardek zamon uchun, orzularga qanot jon uchun, yaratilgan har imkon uchun, vaqtli davron uchun tashakkur. Oydin to'ylardek zamon uchun, orzularga qanot jon uchun, yaratilgan har imkon uchun, vaqtli davron uchun tashakkur. Endi agar qo'shiq aytishiga keladigan bo'lsak, bilmadim, men Shirinni ovoziga mahliyo bo'lib eshitardim doim. Ayniqsa jonli aytganida, iltimos qilgan edim, Xudo xohlasa, mana shu kelayotgan yili tug'ilgan kunimni katta davrada o'tkazaman. Baribir mana har xil hamkorlarimiz bor, tanish bilishlarimiz bor. O'zing jonli aytib berasan qo'shiq Shirin, men yaxshi ko'rgan qo'shiqlar man bu deb ro'yxatini ham bergandim. Shularni aytib bergan deb tayyorlaysan deb. Bo'ldi, opajon, aytib beraman degandim. Nasib qilmadi. Qo'shiq aytib bermasam, yonimda singil bo'lib yurib bersa bo'ldi. Sal agar imkon bo'lsa ham jonini saqlab qolishga ikkilanib o'tirmay borimizni bergan bo'lardik. Qanaqa ahvol bo'lsa ham tirik qolsa bo'ldi edi. Doim shu umrini qisqa qilgan ekan. Allohimga bizdan ko'ra ko'proq kerak ekan qizimiz. Shuning uchun shunga ham Allohga ming bor shukr aytdik. Shu 19 yil bo'lsa ham bizni shunchalar xursand qildi. Rahmatli olib berdi bizga. Shu Xitoyda 1 yil o'qigan bo'lsa biz institutga borib, bo'lmasa Xitoy eng oldi universitetida o'qidi. O'sha Si Zinpin janoblari o'qigan universitetda o'qidi. Shu O'zbekistondan shu maktabni bitirib kirgan o'quvchilardan birinchilar bo'ldi. Buni elchixonamizdagilar ham aytishdi, universitetdagilar ham aytdi. Biz borganimizda hech esimdan chiqmaydi shu dekani, bu qizni qanaqa tarbiya qilgansizlar deb savol berdi menga. Men endi qo'rqib oldim, xavotir oldim, bir yomonroq bir ish qilib qo'ydimmikin qizimiz. Inson bu sezib qolib, "Yo'q, bu shunchalik odobli qizingiz, hamma hurmat qiladi, hamma yaxshi ko'radi" deganda keyin ko'nglim sal o'zimga kelganman-da shunda. Juda ham xursand bo'ldik, shu qizimiz bizga shunchalar rahmatli olib berdi. Nafaqat Xitoyda emas, shu O'zbekistonda ham, qayerga borsa ham hamma joyda faqat rahmat eshitdik uni orqasidan. Buni orqasidan mana Yevropa davlatlarining ko'piga bordik, Rossiyaga bordik. O'sha yerlarda ham faqat rahmat eshitdik orqasidan. Endi beozor qiz edi-da, juda ham beozor qiz edi. Buni endi bir marta gaplashgan odam shu yana bir marta gaplashsam shu qiz bilan derdi-da. Mana shu 4 ta opasiga umuman o'xshamasdi o'shada. Biz mingdan ming rozimiz Xudodan shunaqa bizga shunaqa farzand berganlar. Adam o'zlariga aytolmagan gaplarimni birinchisi menimcha minnatdorchilik bo'lsa kerak, chunki ko'pincha har xil gapirishga uyalaman. Lekin Adajon, shuncha yil meni tarbiyalaganingiz uchun, ter to'kib, charchadim demasdan biz uchun harakat qilganingiz uchun sizga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. Bu tuproqning ostidan kelar jannat ifor, gul ko'rpaning tagida kapalakning mozor. Bu tuproqning ostidan kelar jannat ifor, gul ko'rpaning tagida kapalakning mozor.
nurdan to'qilgan edi, guldan yiqilgan edi, nurdan to'qilgan edi, guldan yiqilgan edi. Og'irlik qildimi ey bu dunyoning azori, og'irlik qildimi ey bu dunyoning azori, bu dunyoning azori. Bolam bolam jon bolam, jonim bolam jon bolam, ado bo'lgan sen emas meni o'zim jon bolam, bolam jon bolam, jonim bolam jon bolam, ado bo'lgan sen emas meni o'zim jon bolam. Shirin bir farzand o'z hayoti davomida qilishi kerak bo'lgan ishni 19 yillik umri davomida ortig'i bilan amalga oshirib ketdi. U nafaqat yaqinlarining, balki bizning ham qalblarimizda uzoq yillar davomida yashaydi. Dilda mehr ko'rish baxti bor, sodiq farzand bo'lish ahdi yor. Baxtli davron uchun tashakkur, bizning yoshlik yashlagan bahor. Dilda mehr ko'rish baxti bor, sodiq farzand bo'lish ahdi yor. Baxtli davron uchun tashakkur. Oydin to'ylardek zamon uchun, orzularga qanot jon uchun, yaratilgan har imkon uchun, baxtli davron uchun tashakkur. Oydin to'ylardek zamon. Hayot esa davom etadi. Oilada bir qiz o'qitilib, tarbiya bilan birgalikda ta'lim berilsa, butun bir millat o'qiydi deyishadi. Hozirda Shirinning nomiga u o'qigan Xitoyning Sinxua universitetida fond ochildi. Farzandi bu dunyoda bo'lmasa-da, uning nomi nafaqat u tug'ilib o'sgan yurtda, balki xorijda ham yashashi ota-onaning qalbiga ozgina bo'lsa-da taskin bo'lsa ajab emas. Bahodir aka va uning turmush o'rtog'ining 40 o'g'ilni bosadigan qizlari bor. Ular bugun oyoqlarida qattiq turib, nafaqat ota-onalarini yanada baxtli qilish uchun, balki jamiyatni yanada farovon qilish uchun harakat qilyaptilar. Shunday farzandlarini dunyoga keltirib, tarbiyalagan Bahodir aka va uning turmush o'rtoqlariga minnatdorchilik bildiramiz. Zero ota-onaning eng katta orzusi bu ortidan rahmat keltiradigan farzandlarini voyaga yetkazishdir.